Jamol yo'lda adashdi. Heyker g'iybat tashadi. Sabr qilgan kuladi. Oxir doim bitadi. Heyker qarani yerga mashg'ulot sivilizatsiyasi deb yozib qo'yibdi. Ha, biz menimcha to'g'ri joyga keldik. Ha, pastga tushaylikchi. Anchadan beri mashg'ulot sivilizatsiyasi bo'lmaganda, bundan 4 yil oldin kelganda umuman boshqacha edi. O nimaga o'zgarib ketgan? Qanaqadir qafaslarmi? What the Jamol, qayerga kirib olding? Men u yerga kira olmayapman-ku. Do'stlar, bu yerga xavotir olma, o'zim chiqa olarkanman. Ha, chiqa olarkansanmi? Qani men mana birortasiga kirib ko'raylikchi. Kirib oldim. Heyker qafasi? What the heck, do'stlar? Mana bu yerda Heyker qafasi deb yozib qo'yibdi. Ha, menda ham Jamol qafasi deb yozib qo'ygan ekan. Ha, yaxshi, chiqa olarkanmiz. Birovlar kira olmas ekan demak. Ajoyib joylarga o'xshayapti, lekin what the heck, nima o'zi bu? What the jitellar, muncha ko'psizlar, kechyapti bular orqasi tayyorga shaylikda bolalar. Bu jitellar muncha ko'p. Bu jitellar nima ko'p? Oho, men tanishlarimga o'xshashar ekan. Jamol, unaqa narsalarga berilmagan unaqa. Emotsiyalarga. What the heck? Bular hammasi kuchlimi, shug'ullanar ekan. Yaxshimisiz? Men juda ham yaxshiman. Faqat bu yerda shug'ullanyapman. Iltimos asabim buzmasdan turing. O'zi kayfiyatim bugun juda ham zo'r. Kayfiyatingga tupurgan joy qimbar. Bu yer nimaga bunaqa joy? Biz endi bu yerda qanday ketsak bo'ladi? Umuman bizga yo'l ko'rsata olasizmi? Yo'q, vobshe yo'l ko'rsata olmayman, to'g'risiga. Menga yo'l ko'rsat. Bu yerda boshlig'i kim? Boshlig'ingga javob bo'pmi? Boshlig'imga javob? Sen bu so'zlaringga afsuslanasan. Boshlig'ingni bor chaqirib kel biladi. Pusurka boshlig'ing biladi. Burr yanchib qo'yaman. Kuchli bo'lsa ham. Hozir chaqirib kelaydi. Jamol, buni boshlig'iga nima deding sen? Boshlig'iga tupurgan joqim bor dedim. Ma'mulalar bo'lmaysanmi? Boshliq hozir gigantib ketsa biladi. Hop, bu yerda bizdagi odamlar ham bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yomonman. Biladi. Nima deyapti? Unda anaqa musobaqa bo'ladi. Musobaqangga oyog'im. Musobaqangga oyog'im. Menda qanday ketsa bo'ladi? Chalg'itmasdan tur deyapman senga. Kuchsizsan-ku biladi. Musurka narsani ko'tara olmasam shuni ham. Nima deysan? Bu o'ta narsa, og'ir narsa bu. Men ushlab ketchi. Voy, bilad. Nima qilganing? Tupoymisan? Jamol, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Anchagina yaxshiman. Qara buni pasharasini pachaq qo'yding. Qiltirib bo'lib qoldi, basharasi katta edi. Mayli Jamol, ozgina yaxshi turibdi. Mayli necha. Xo'sh, anu boshliq qachon kel? What the? Meni chaqirganmidinglar? Men Kung Fu Pandani ustozi Kung Fu Ondorunim bo'laman. Nima deyapsan? Gapirish bilasanmi? Uzoqdan shuni ko'ryaptim shekilli. O'tirganda kuchim ko'rmayapsan. Birodarim, buncha kattasiz. Bu yerda qanday ketmoqchiligimni so'ramoqchi edim. Bu yerda musobaqadan yutibgina ketishingiz mumkin xolos. Boshqa yo'li yo'q. Tushundinglarmi? Qanaqa musobaqa qoldi? Vobshe tushunmadim musobaqalarni. Umuman qatnashmayman. Qatnashmayman deysizlarmi? Vobshe agar qatnashim seni o'ldirib qo'yaman. Boshliq deyishim, mana ikkalasi sizga javob deydi, bittasi ketaman deydi. Ularni eplab qo'yasiz shekilliga. Boshlig'ing bunaqa kattaligini bilmagandim, sekinroq gapir, boshlig'ing gapirsan ham bo'lardi, jahlini chiqarib. Xo'pmi? Sizdan uzr so'ramoqchiman. Qanaqa musobaqa demoqchi edingiz? Musobaqaga tupurgan joyim bor. Sizlar bu yerda qolishinglar kerak. Musobaqaga qatnashib ketishingiz. Musobaqaga qatnashmayman men, vobshe. Qatnashasan deyishim. Qatnashasan dedim, qatnashasan. Mana senga olmasan. Bo'ldi. Qatnashamiz. Bo'ldi, to'xtating buni. To'xtating, bo'ldi, jahlingiz chiqmasin, birodarim. Bu yerda shug'ullanamiz biz. Sizning zo'r kuchlaringiz ko'p ekan. Biz sizdagi bo'lamiz. Kittu Jamol tezroq o'rani o'rada qochib o'raylik. Qocha olmaymiz biladi. Qayda ketish hech bo'lmasa bilib ketaylik. Yo'qmasam suvimiz ham qolmaydi. Bu yerda tekin suv ekan bolalar. Shug'ullanib turaylik ozgina. Shunga gantelni ko'taramiz, ket shug'ullanamiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Tog'ajonmi? Tog'ajon? Bu yerda nima qilyapsiz? Men ham shug'ullanib deb kelay dedim-da. Anchadan beri shug'ullanmasdan charchab ketdim, o'zi yotaverib. Mayli, shug'ullanavering tog'a. A few moments later. Mana g'oyat bizning musobaqamiz boshlandi. Musobaqada esa uning narsalarini sizlarga tushuntirib o'taman. Shunchaki mana bu toshlarni kim birinchi, kim ko'proq, kim yaxshiroq sindirsa, o'sha g'olib bo'ladi. G'olib bo'lmaganlar esa mana bunaqa qilib so'yib, arbaletda osib tashlanadi. Qarachi boshni qo'ldirib tashladi. Qarang, bu yerda ham yana bitta odam o'lib yotibdi. Xullas, o'shaning uchun yaxshiroq harakat qiling toshlarni sindirishga. Mening kuchim ko'p. Bu yerda bunday qilib turib, bularning toshlarini sindirib tashlashga harakat qilib yuraman. Bu ishlamaydi, to'poy. Sen kuchsizsan degandim-ku. Botsan, o'lib ketasan. Qo'llarim ham qonab ketdi, sindira olmadim. Bot. Qachondir sindirib qo'yarsan. Endi qochinglar, bu yerga boshliq kelyapti. Sen kuchsizliging uchun seni o'limga mahkum qilamiz. Ana. Endi buni ham skeleti qurib o'lib ketadi afsuski.
Endi sizlar ham qattiqroq harakat qilishinglar kerak. Yo'qmasam sizlar ham o'lib ketasizlar. Bo'ldi, biz yaxshilab harakat qilamiz albatta. Bu endi meni navbatim. Men o'lish xohlamayman. Ana endi biror bir yo'lidan topish kerak. Xo'sh, qanaqa yo'l bor ekan endi? Esimga keldi. Men ozgina sabzi yeyman. Sabzida esa juda ham ko'p vitamin bor deb o'ylayman. Lekin cho'chqalarga berish undan ham yaxshiroq yo'l. Cho'chqalar, qani saflaning. Men sizlarga ko'pgina sabzi beraman. Ana bu toshni sindirsangiz albatta. Qani ozgina mushlanamiz. Qani endi sindiramiz. Qani go! Aqlni ishlatish yordamida men toshni sindirib yubordim. Yaxshi, endi men tirik qolaman. Ana u yerda kimdir toshni sindirdi. Kallani ishlatib ham sindirsa bo'lar ekanda. Yaxshi, men bu yerning qonun qoidalarini bilib oldim. Bu yerda siz bemalol shunaqa qilib olsangiz ham bo'laveradi. Любой narsani foydalantirib, aynan kuchingiz shart emas. Bu juda ham yaxshi bo'ldilar. Lekin men aynan buni qo'lim bilan sindira olmayman. Jamol nima qilar ekan? Nafas olamiz. Yaxshi, ana endi mana bu toshni sindiraman. Qani, ketdi. Bu qismat bo'lib qoldim-da lekin. Jamol juda ham yaxshi yo'lni topibdi. Xo'sh, men nima qilsam bo'lar ekan, bolalar? Ishqilib bani o'ldirmasmikin? Qaranglar, menga qarab turishini bilyapti. Mol? Mol emas bu. Buqa ekan, do'stlar, menda zo'r jiddiyat bor. Shunday qiziq narsani qilaman, jahli bilan yugurib keladi, xuddiki matadora deganda. O'g'a, biz yutdik bolalar. Let's go bolalar. Hoy, unaqa katta suyunib ketma. Mana ekan, senga bu sahrodan chiqib olishing uchun xarita. Juda ham yaxshi. Mana bu ko'k qo'zqorli joy bizning joyimiz, ana u bo'q esa bizning manzilimiz demak. Jahlimni chiqarma, bu bo'q emas, sizlarning manzilingni. Endi shakli bo'qqa o'xshar ekanda. Mayli, keta qolaylik uyimizga. Ketdik Jamol uyga. Tupoy bo'lib qopti. Bo'q desa ham hayba bo'ladimi? Uyga ketish kerak.